Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Uzoq tanaffusdan so'ng yana videolarimni bo'lishishni boshladim. Inshaalloh tez-tez videolar joylashga harakat qilaman. Mana bu darani qaranglar, gullarini qo'ng'iroqchaga o'xshab turarkan, arilar, qushlar chug'ur-chug'ur qilib e'tiborimni tortdi. Judayam chiroyli ekan, qanaqa daraligini bilmadim. Sizlarga ham videoga olib qo'ygan edim. Bo'lishgim kelib. Yozgi kanikulda O'zbekistonga keldim va dugonalarim bilan gapimiz bor edi. Gaplarga ham borib keldim. O'ynab, yayrab yuribman O'zbekistonimizda va qaynona bujonimni saylovi bo'layotgan edi. Mahalla raislari bo'yicha saylovda qaynonam saylandi. Sizlarga bir parcha oldim bundan ham. Shunday qilib, chiroyli qilib o'tkazib oldik saylovlarni. Saylovni tugatgach, obed qilgani kirdik. Chiroyli obedlarni ham qilib oldik. Juda ham mazali taom ekan. Uyda qaynonam ikkalamiz, shuning uchun uyda ovqat qilgani erinib qolamiz. 2 kishi hech qancha narsa yemaymiz deb ko'chadan yeymiz ko'proq. Bekorchilikdan shunaqa rasmlar yasab o'tiraman zerikkanda. Bolajonlarim Moskvada qolishgan, dadasi, bolalar qolishgan. Mening dokumentim tugagani uchun kelishga majbur bo'ldim. O'zbekistonga keldim va bular o'qishyapti. Maktab tugamagan edi. U paytda video olganimga ancha bo'lgan edi. Endi vaqt topib montajlar qilyapman. Va kunda maktabdan kelishiga telefon qilaman, hijolat bo'laman. Dadasi ishda bo'ladi. Keldimi, nima qildi, ovqatlandimi, maktablarda qanaqa o'qidi, gaplashib turaman har kuni. Akasini darslari ko'pligi uchun bir vaqtda kelmaydi. Akasi kechroq keladi, kichkinam ertaroq keladi. Akasi kattaligi uchun hijolat bo'lmayman. Akasi uyda bo'lsa ham hijolat bo'lmayman. Ukasini bemalol eplab o'tiradi. Kichkintoyimdan tez-tez xabar olib turaman. Ovqatni majburlamasang yemaydi. Shuning uchun hijolat bo'lib tinmay gaplashib svязda turaman. Asal o'g'lim bilan mazza qilib gaplashdik. Ko'p gaplashmaydi o'zi. Shu videoda chiroyli bo'lib gaplashayotgani uchun videoni saqlanib qilib olgan edim. Telefonga qaramaydi. Agar boshqa payt telefon qilsam, telefonni oladi-da, qo'yib qo'yadi. O'zi o'ynab yuradi yoki boshqa ishlar bilan qanisan, ko'rmayapman-u, seni ko'rgan telefon qildim desam, manaman deb bitta ko'rinib qoladi, yana ishlari bilan ketib qoladi. Asal o'g'lim juda go'zalda, meni qaqqam. Eng kichkinamiz shu bo'lgani uchun ko'p erkalataman buni. Biz uchun hali ham kichkina. Kichkintoyimiz 3-klassni tugatib 4-klassga o'tdi. Katta yigit bo'lib qoldi. Asal o'g'lim. Kanikulda O'zbekistonga kelishadi bular ham. Kanikulda damni olib, maktabga yaqin yana qaytib ketamiz, Xudo xolasa. Juda ham uzoq gaplashgan ekanmiz. Bunaqa uzoq gaplashmaganmiz. Videolarimga layklar bosib, kommentariyalar yozib, obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundanda qiziqarli, chiroyli videolar qo'yishga harakat qilaman. Yozda bilasizlar, o'zbek ayollari nimalar bilan band bo'ladi? Bankka yopishlar bilan, uy ishlari bilan. Shuning uchun vaqt topib videolar qo'yishga harakat qilaman. Videolarim juda ham ko'p. Vaqtim bo'lmayapti. O'ynab, kulib, yayrab, kanikullardan chiroyli o'tkazyapmiz.
baribir o'zingni vataning boshqachada. O'ynagani boramiz, qarindosh urug'larni yo'qlagani boramiz. Shunaqa qilib vaqt bo'lmay qolyapti. Inshaalloh yana jo'nataman, videolar joylayman. Kanalimda aktiv bo'lib, meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammanglarga rahmat. Videolarim yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Kanalimdan uzoqlashmanglar. Ko'rishguncha sog' omon bo'ling.